Bir kunga minimal necha pul topsa bo'ladi? Minimalni $150 topayotganlar bor hozir. $150 daromad qilayotganlar bor. Agarda 4 ta qozonligi bo'lsa, agar 2 ta qozonligi bo'lsa, 2 ta qozonligi bilan o'sha pulni qilayotganlar bor. Hozir mana o'zimizga yaqin joyda, mana Samarqand shahar parklarimizda, bozorlarimizda klientlarimiz shunday daromadga chiqqan hozir. pulgacha. So'k apparatlar, mana chalov apparati, birinchisi mana apelsin, limonlarni siqib suvini chiqarib beradigan apparat turibdi birinchisi. Ikkinchisi mana chalov apparati, ayron apparati. Necha pul? Birdan narx aytib ketavering. Narxlarimiz ayron apparatlarni $380 beryapmiz bularni. Uy sharoitida qiladigan sex variantlar, bizneslar. Nechta bu yerda nimalari bor? Buni 45 xil, 46 xil turda bizda hozirgi kunda qoliplar bor, shakl 50 xilga yaqin. Shuna ko'taradi, shuna tushirsalar ham pullami, to'g'rimi? Shunday albatta. Biz aylantirib o'tamiz. 2 daqiqada 4 daqiqa. Upakovka deysizlarmi? Upakovkalarigacha o'zlariga mavjud. Beg'ijona telefon qilaverasizlar. Mana chiken, fruturuzi, kartoshka bilan qovuradigan apparatlar bor. Xuddi xonada. Ikkitaligi ham bor, bittaligi ham bor. 2 ta idishlik, bitta idishlik har xil turdagi katta kichik variantlar. 3 litrdan boshlab bu 40 litrgacha katta hajmdalari bor bizda. Professional juda kattalar. Hozir hammani qilayotgan o'zi frezerchilar juda ko'plari buni yaxlatishi birinchi o'rinda muhim bo'ladi. Ikkinchi o'rinda qanchalik miqdorda ko'p chiqara olishi. Buni asosiy xususiyatlari sifatli. Boyagida sezoniga shu to'xtab qolmasligi kerak-da. Sifatini qayerdan bilaman deb so'raydi-da endi ko'plar. Qayerdan? Misol uchun 1 soatda necha kilo smes chiqarib bera oladi? 80 litr smesni o'zidan o'tkazib bera oladi, chiqarib beradi. Akalar, sezon boshlandi, pullaring bor. Ya'ni mana shunaqa frezer apparatlarni yaxshi lokatsiyasi bor joyga qo'yib turib, kuniga $100 dan ishlasalar bo'ladi akalar. 3 ta apparat qiladigan bo'lsalar, kuniga $300 bor. Sezoniga akalar bitta jentran pulni ishlasalar bo'ladi. 2026-yil narxlari qanday bo'lyapti va necha tokka ishlaydi akalar, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalar qaranglar. Ko'rsatishingiz mumkin. 220 voltga ham ishlaydigani bor, 380 voltga ham ishlaydigan frezer apparatlarimiz topsalar bo'ladi. Undan tashqari Novoy akalarimiz deysizlarmi va konditerga qiziqadigan opa singillarimiz uchun ham $100 pul bilan normal biznes boshlaydigan uskunalarni ko'rsatamiz. Bu yerda 100 xil turdagi biznes uskunalar bor. Akalar, videoni oxirigacha ko'ramiz va like bosamiz, obuna bo'lib esdan chiqmasin. Manzilda aytadigan bo'lsak, Samarqand shahar Rudaki 139-uy bo'ladi. Kelaverasizlar akalar. Boshladik. Akalar, mana videoni boshladik. Ya'ni hozir Sherzod akadan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sog'jon aka, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum, savdo hozir kanal muxlislari. Sherzod aka, men video boshiga aytdim, 3 ta frezer agar lokatsiyasi bor joyga qo'yadigan bo'lsa, ya'ni sezoniga bitta bivaydini pulni ishlasa bo'ladi. Bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Ishlaganlar bor, shunday klientlarimiz bor shu kungacha. Qarang, mana shu apparatimiz, ya'ni frezerimiz bir kunga, keling gapni yashirish emas, ochiqchasiga mana shu obunachilarimizga tushuntiraylik. Mana hozir ayni sezon, puli bor, akalarimiz bor, opalarimiz bor. Ya'ni shu pulni normal sovg'a qiladigan uskunalarimiz bo'ladi, to'g'rimi? 3 fazali har xil turda frezerlarimiz bor. Ularimiz endi o'zining sifat darajasi bemalol o'zini ob'yom darajasida sota oladigan tochkani o'zi yo'q aslida. Soatiga misol uchun 60 litrgacha, soatiga mana bu 4 ta qozonliklar bor. Endi tepasini ko'rsatib bo'ladi. 4 ta qozonligi, 2 ta qozonligi. 4 ta qozonligi. Mana shu frezerimiz o'zi 7 xil turda 7 xil marojni chiqarib bera oladi. Chunki mix holatlari bor. 4 xil smes solinganda mixlar bilan qo'shib hisoblaganda 7 xil marojni chiqarib bera oladi. Soatiga 120 litr smesni marojni qilib chiqarib bera oladi. 120 litr. Ha, bu degani endi bir tonna smesni bir kunda bemalol o'zidan chiqarib tashlay oladi, lekin unchani sota olish tochkasiga qaraladi. Agar lokatsiyasi yaxshi joydan bo'lsa, qarang. Lokatsiyasi bir kunga minimal necha pul topsa bo'ladi? Minimalni $150 gacha topayotganlar bor hozir. $150 gacha daromad qilayotganlar bor. Agarda 4 ta qozonligi bo'lsa, agar 2 ta qozonligi bo'lsa, 2 ta qozonligi bilan o'sha pulni qilayotganlar bor. Hozir mana o'zimizga yaqin joyda, mana Samarqand shahar parklarimizda, bozorlarimizda klientlarimiz shunday daromadga chiqqan hozir. Ya'ni akalarimiz o'zlariga, ya'ni semesdan umuman muammo yo'q, to'g'rimi? Semesdan umuman muammo yo'q. Semes o'zlariga bo'ladi har doim. 100%. Buni texnik xizmatidan tortib, kerak bo'ladigan xomashiyosini hammasi o'zimiz ta'minlab tura olamiz. Ta'minlab buyurdi. Akalarimiz nomerlari pastga, Telegram, WhatsApp bor. Agarda shu yerda kelaman desalaring, lokatsiya ham tashlab berishsa, adashmasdan kelishlar mumkin, to'g'rimi? Albatta. Endi narxiga keladigan bo'lsak, siz narxini aytib ketaylik. Nech puldan nech pulgacha bor? Narxlarimiz keyin 220 voltligini ayting. 220 voltligidan 380 gacha bor. Umumiy narxi $900 dan boshlanadi bizda, $4000 bor. $4000 $4000 gacha. Mana bu domper apparatlarimiz bular $2500 dan jumbo varianti. Bu tushuni
endi 220 li variantlar bor. Narximiz $9 boshlanadi. $900. Ya'ni bu 220 voltga ishlaydigan. 220 voltga ishlab beradiganlar orqa tomonda turibdi. Hali ko'rsatamiz bularni ham sizlarga asta-asta. Aslında qarang, frezerlarimiz qayerdan keladi? Asosiy frezerlarimiz kelsangiz bo'ladi mana. Xitoydan keladi bizning frezerlarimiz 100%. Xitoydan keladi. Hammasi Frigamatic firmaniki. Frigamatic firma o'zimizning Promax brendimiz asosida chiqarib kelinadi bular. Frigamat hammasi lekin o'zimizning Promax brend. 2025-versiyada ham yangi pachkalari hali turibdi, bor. Astatkada bu sotuvda arzonroqlarni olaman degan $1800-1900 dan olib chiqsalar bo'ladi. Olib chiqsalar bo'ladi. Ha. Endi bu yoqda yangi versiyalarimiz, yangi chiqqan variantlarimiz turibdi. Mana bu yoqda ko'rsatib qo'ysak bo'ladi soldirib. Hozir hammani qilayotgan ko'zi frezerchilar juda ko'plari buni yaxlatishi birinchi o'rinda muhim bo'ladi. Ikkinchi o'rinda qanchalik miqdorda ko'p chiqara olishi. Buni asosiy xususiyatlari sifatli. Boyagida sezoniga shu to'xtab qolmasligi kerak-da. Sifatini qayerdan bilaman deb so'raydi-da endi ko'plar. Qayerdan? Misol uchun 1 soatda necha kilo smes chiqarib bera oladi? 80 litr smesni o'zidan o'tkazib bera oladi, chiqarib beradi. O'tkazib bera oladi. Bu yerda mana 9 ta qavurg'ali 2026-yil versiyasi mana shu tomonlarda bilib olsa bo'ladi. X talik ham bo'ladi sizlarga nimasi? Motor X taraf. Alohida ishlab bera oladigan funksiyalari ham bor. Boyagidan yuqorida turgan 4 talik. Endi hozir 2026-yil mukammal darajaga yetkazilgan frezerlarning so'nggi modellari mana shu 280 model Promax o'zimizning brendimizning bo'lganlari bor. Bu gilzalari ham ancha uzun chiqarib ko'rsatib qo'ygan. Juda ham uzun shinaklari. Buning ichida u ancha miqdorda smes ketadi, sig'dira oladi o'ziga. Agar bitta frezerda qanaqadir xususiyati bo'lishi kerak bo'lsa, hammasi mana shu frezerda o'zida jamlangan. Agarda mana shu frezer apparatlarga qiziqadigan bo'lsalaring, holi biror marta qilmagan bo'lsalaring ham akalarimiz o'zlari o'rgatib, aytgan joylaringga o'rnatib beradigan ustanovkalari, servis xizmatlari, buzuvchi tuzatib beradigan zapchastlardan to xom ashyosini, smesidan stakan nonchasigacha o'zimizning sotuvda yo'lga qo'yilgan. Qaysi O'zbekiston turli nuqtasiga yetkazib bera olamiz. Ya'ni 12 ta viloyatga ham dastavka xizmatlari bor. 12 ta viloyatga bemalol yetkazib beramiz. Qanday bo'ladi? Pullikmi yo? Albatta kelishilgan holda dastavkalar imkon qadar bepul qilib berishga harakat qilinadi. Mahsuloti pulini to'lanadi bo'ldi. Akalarimiz nomerlari pastga telefon qilasizlar. Birinchi 5 talik odamlarga, ya'ni 5 ta obunachilarimizga telefon qiladigan bo'lsalaring, akalarimiz ya'ni skidka narxga, to'g'rimi? Agar bizning kanaldan telefon qilsa, xudo xohlasa. Agar sizni kanalingizdan telefon qiladigan bo'lsa, mayli 5 tamas 10 ta klientga kelishtirib bering. 10 ta klientga. 10 tadan keyin ham yana kelishtirib beramiz, chunki akalarimiz o'zlari olib akalar hattoki olib sotarlarga ham tarqatasizlar. Albatta, olib sotish uchun ustiga foyda ko'rib ishlayman deganlar bilan hamkorlik qilishimiz mumkin. Kelib 5 talar 10 talar olib ketib, sotib bemalol nima qilishlari, optim narxda olib ketishlari mumkin. Qisqa va lo'nda qilib ketamiz, videomiz cho'zilib ketmasligi uchun. Lekin agarda haqiqatan ham biznes qilaman deydigan bo'lsalaring, videoni boshidan to oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Chunki sizlarga kerakli ma'lumotlar video o'rtasida yo oxirida bo'lishi mumkin akalar va mana shunaqa biznes uskunalarida optim joyini qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Navoiychi akalarimizga, ya'ni bu pechkalarimiz ham tokka ham gazga ishlaydigani bor dedingiz. Albatta 380 voltga Soulstar brendi butun O'zbekiston yaxshi biladi. Navoiychilar, konditerchilar, pekarchilar hammasi yaxshi bilishadi. Bundan tashqari tokli gazli pechka, 9 ta patnoslik, hamma turlari bor hozir. Bor, ha? Istalgan kattalikda hajmli, misol uchun 3 ta patnos ketadigan, 2 ta patnos ketadigan, 9 ta yoki 6 ta patnos ketadiganlarni tanlasa, hammasi bizlar. Variantlar bor ya'ni. Variantlar har xil variant bor. Qaranglar qanaqa turdagilar bor. Nech puldan nech pulgacha? Boshlanish narximiz 1,5 million so'mdan boshlanadi. Bitta patnosli pechkalarimiz 1 million 500 ming so'mdan boshlanadi. U yog'i endi katta hajmli pechkalarimiz 25 million so'mgacha bor. 25 million so'mgacha. Ya'ni buni akalar, ya'ni zborni, razborni bo'ladi. Xohlasalar bittalik qilib ham ishlasalar bo'ladi, xohlasalar mana shuni 3 ta. Albatta, xohlasa misol uchun 3 xil mahsulot bo'lsa, bittasida bir patnos, bitta mahsulot, ikkinchisida yana bir boshqa mahsulot, uchinchisida yana bir boshqa mahsulot. Ya'ni bittasiga buxonka non bo'lsa, bittasiga pechoni, bittasiga shunaqa narsalar qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Qaranglar akalar. Assortiment juda ham ko'p. Bu yerda aslida Turkiya bilan Xitoy, ha? Albatta, ko'proq Xitoy va Turkiya davlatidan kelgan duxovkalar bor bizda. Bularmizga garantiyalar necha yil bera olamiz? Kafolatimiz o'zini turli xil qismlariga ko'ra beriladi. 5 yilgacha
kafolat beradi. 5 yilgacha. 5 yilgacha kafolat. 5 yilda ichiga agar biror narsa bo'ladigan bo'lsa, servis xizmatlari bo'ladi akalar. bo'ladi. Mini xolodilniklarimiz necha? Morozelniy, mini morozelniklarimiz hozir $240 dan beraveryapmiz. $240. $240 skidka narxi hozirgi kunda boshlanib beradi. Ya'ni endi ochgan, ya'ni produktni ochgan akalarimizni tavsiya qilib qolamiz. Bor. Mana akalar. Kichkina hajmdagilar. Endi bundan kattaroqlar bu $350 bo'ladi. Bundan kattaroqlar bu $450 bo'ladi. Zo'r. Aslında bu joyimizdan hozir barak bukaydigan apparatlarimiz ham bor. Endi har bittasi narxini aytishga to'g'risi vaqtimiz yetmay qolishi mumkin. Keling, barak bukaydigan apparatimiz aslında opa-singillarimiz qiziqadi. Narxi nechi pul va qaysi hozir? Xo'p, narxlarini aytadigan bo'lsak, turli xil hajmda katta kichiklari bor. Bitta narsani biz kafolat sifatida berishimiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxda qilib bera olamiz, xudo xolasa. Chunki buni katta hajmda ishlab chiqarish sexlar uchun mo'ljallangan kattaroq bo'ladi. Bu endi sohatiga bir qancha mahsulot chiqarib tashlaydi, 500 kilo, 400 kilolar. Ya'ni o'zlari liniyalari ham bor ekanda. Agar uy sharoitida ishlataman deganlarga bu sharoitda ham bor. Kichkina hajm $300, $500 narxlarga ham bo'lishi mumkin. Barak bukaydigan apparatimiz ya'ni $300 dan to $300 da aytaylik $5000 gacha bor. $5000 bor, liniyali. Hozirgi kunda endi bundan ham kattalari bor aslida. $30,000-$40,000 gacha biznes yo'lga qo'yaman deganlar bo'lsa, yaxshi. Endi asosan oilaviy biznes qilaman deganlarga qulayroq variantlar bor. Zo'r, gap bo'lishi mumkin. Endi hozirgi sezonda narsalar ko'rsatsak, mana sok apparatlarimizni ko'rsataylik, to'g'rimi? Mayli, mayli. Keling, sok apparatlarimiz arzoni nechi puldan to nechi pulgacha? Sok apparatlari mana chalov apparati. Birinchisida mana apelsin, limonlarni siqib sokini chiqarib beradigan apparat turibdi birinchisi. Ikkinchisi mana chalov apparati, ayron apparati. Nechi pul? Birdan narx aytib ketavering. Narxlar ayron apparatlarini $380 dan beryapmiz bularni. Optim narxni yana kelishtirib beramiz. Ishtalab o'tiramiz. Bunimiz qanaqa apparat? Bu muz apparat, ana shu ustida turgan bakrashkachasida o'zi kompot bo'ladi, sok bo'ladi. O'sha sokni srazi muzlatib, srazi somoncha shaklida muz holatda rohatijon qilib beradigan uskuna. Xohlasa ayron solsa ham farqi yo'q. Xohlaganlar, xohlasa kola solsin, fanta solsin, ayron farqi yo'q. Oddiy suv qo'ysa ham bo'ladi. Muzlatib beradi. Muzlatib, srazi muzlatib. Narxi nechi pul? Narxlarimiz bo'ladi 4 million so'mdan boshlanadi. 4 million so'mdan boshlanadi. Endi bunimiz bu 3 ta qozonlik, 3 ta gastronoksiyaga bo'lgan bu sok apparatlarni sok axloditl deyiladi. O'zbekiston yaxshi biladi. Bu narsani O'zbekiston bo'yicha optim narxda biz tarqatamiz. Narxlari 3 million so'mdan boshlanadi. 3 milliondan. Qani apparatimizga keladigan gazvot apparatlar zamonaviy 2026-yilga yangi chiqqan versiyalari gazvot apparat orqasiga o'zini azot ballonlari, albatta orqaga o'zini qanday ishlatishni ham ko'rsatib qo'yasizlar. Kapotlar, soklar ulab qo'yiladi. O'zi gazvotda holatda chiqarib beraveradi. Xohlasangiz 4 taligi bor ekan, xohlasangiz 3 taligi. Narxi nechi pul? 10 million so'mdan boshlanadi. 10 million so'mdan. Zamonaviy texnologiya. Zo'r. Xullas, opajonlarimiz uchun, ya'ni singillarimiz uchun mana vaflinsa, uy sharoitida qiladigan sex variantlar, bizneslar. Nechta bu yerda nimalari bor? Buni 45 xil, 46 xil turda bizda hozirgi kunda qoliplar bor, shakl 50 xilga yaqin. Shuna ko'taradi, shuna tushirsalar ham pulmi? To'g'rimi? Shunda albatta bitta aylantirib o'tadi. 2 daqiqada 4 daqiqa. Upakovka deysizlar, upakovkalarigacha o'zlariga mavjud. Begijo'na telefon qilaverasizlar. Ya'ni $100 dan boshlanib, $100 dan 1 million so'mdan, $100 amalda skidka 1 million so'mdan boshlanadi, 2 million 500 ming so'mgacha istalgan 2 million 500 minggacha begijo'na telefon qilaverasizlar. Undan tashqari Novoy akalarimizga mana shunaqa xamir qoriydigan ya'ni apparatlarimiz ham bor. Bu ham 220-380 voltga ishlaydi. 380 xohlagan turdaylarni qilib beramiz. Necha kilodan necha kilogacha 4 kilodan to aytaylik 100 kilogacha un solib xamir qorsa bo'ladigan variant. 100 kilo, ha, 100 kilolik mana 100 kilolik variantlar mana shu. Mana akalar. Ikkita xalta unni solib qo'yib, bemalol suvni solib xamir qorsa bo'ladi. Zo'r, gap. Katta ishlab chiqarish, katta ob'yomda, kichkina ob'yomda uy sharoitlariga bo'lsa 4 kilo un solib qilsa bo'ladi deb shartlarimiz ham bor. Necha puldan necha pulgacha? Narxlarimiz 3 million so'mdan boshlanadi, aytaylik 40 million so'mgacha bor. 40 million so'mgacha mana qaranglar, maydalanib ketavergan-da, to'g'rimi? Ketaveradi. Bular endi zbivalka deyiladi, mikser turida. Bu asosan konditor sohadagi. Tomonlarimiz xamir qoruvchi sistema bu tomonda. Bu yoqlari bo'lsa bo'ladigan faqat tort. Ichoni sohasi. Vakuum apparatlari ham bor ekan, qaranglar. Har xil turdagilar bor. Necha puldan necha pulgacha bular? Rejimda har xil turdagilar. Bu ham boshlanadi 1 million 800 ming so'mdan ana shu boshlanadi. Eng kichkina variantlarni videoga olib turibdi mana. Mana shu. Mana shu 1 million 800 ming so'mdan boshlanadi, boshlanish narxi. Undan ham maydasi bor ekan, ha? Shunday albatta. Bu nechi pul bu? Bular utuklarimiz oddiy, bevakuum holatda oddiy shuni utuk qilib beradi. Buni endi
hozirgi ko'proq klientlarimizga bonus sifatida taqdim qilyapmiz bular. Bonus? Bonus sifatida. Agarda qancha ko'p ob'em oladigan bo'lsalaring, to'g'rimi? Mayda texnikalarimiz bonusga ham chiqyapti hozir. Kap bo'lishi mumkin. Skidkalar. Zo'r. Bular nimami? Bular frutilisi apparatlarimiz, albatta. Chicken, pikin. Shawarmaxonada chicken, frutilisi, kartoshka bilan qovuradigan apparatlar bor. Xuddi xonada. Ikkitaligi ham bor, bittaligi ham bor. Ikkita idishlik, bitta idishli, har xil turdagi katta kichik variantlar. 3 litrdan boshlab bu 40 litrgacha katta hajmdalari bor bizda. Professional juda kattalar. Necha puldan necha pulgacha bular? Narxlarimiz 600 ming so'mdan boshlanadi. Eng kichkina variantimiz, eng katta variantlarimiz aka 25 million so'mgacha. 25 million so'm. Tipani ko'rsatadigan bo'lsalaring, ya'ni bu shawarma apparatlari. Shawarma apparatlarimiz, shawarma go'shtlarini pishirib beradi, to'kli, gazli har xil variantlar bor. O'zbekiston o'zimizda ishlab chiqarilgan variantlari bor. Turkiyadan albatta keltirilgan, Xitoydan keltirilganlari bor. Fast foodga qiziqadigan akalarimizni jo'natib qo'yinglar, qaranglar. Bu ham arzon joy bilan necha puldan necha pulgacha? Narxlarimiz boshlanadi 1 million 200 ming so'm, ya'ni 100 dollardan boshlanadi 700 dollargacha bor. Ham tokka, ham gazga ishlaydigani bor. Har xil. Zo'r. Keling. Sezoniga bu anor siqadigan. Anor siqadigan apparatlarimiz bor. Buni ham har xili bor ekan akalar. Ya'ni bunaqasi bor, и rulovoyi bor, ha? Har xil turdagilari bor. Narxlarimiz bo'ladigan bo'lsa, hozir skidka narxi 300 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanish juda ham arzon narxda chiqadi. 300 ming so'mdan boshlanadi, bag'i 100 dollar. Koktel apparatlarimiz bor. Koktel yozlik kunda. Aha. Necha puldan, necha pulgacha bular? Bularimiz akajon 50 dollardan boshlanadi, 600 ming so'mdan. Aha. 180 dollar atrofida chiqyapti har bitta donasi. Oshpaz akalarimizga mana shunaqa Samsung'dagi apparatlarimiz ham bor. Samsung. Bular necha pul bular? 600 ming so'm akajon. 600 ming so'm. Shuncha tushib ketdi, to'g'rimi? 100 dollardan asl narxi sotiladi O'zbekiston bo'yicha bu narsa. Xitoydan keltiriladigan, bu O'zbekistondan chiqadigan variant emas. Xitoydan zavodda keladi. Ya'ni bu kartoshka ham o'tkazsa bo'ladi. Kartoshka o'tda har biri 4 tadan o'zi nasatkasi bo'ladi, 4 xil shaklda, katta kichik. Ichiga bo'ladi, ha, ular? Ichiga bo'ladi. Korobkasida, upakovkasida bo'ladi. Zo'r. Kofe apparatlarimiz ham bor. Kofe apparatlarimiz. Kafelar uchun, restoranlar uchun professional kofe apparatlar 25 xildan ziyod turda kofelar tayyorlab chiqarib bera oladi. Cappuccino deysizlarmi, xohlagan turdagi kofelarni tayyorlab beradi. Knopkali ekan, ha? Knopkali xohlagan turdasini chiqarib. Xohlasa senzorli ham bor. Muammo emas. Hatto kofe markalari ham Otel, ya'ni restoranlar uchun mana shunaqa komfortkalarimiz to'g'rimi? xuddi shunday. Bularimiz qanday hisoblanadi? Komfortlarimiz har bitta donasi hozirgi kunda 100 dollardan chiqadi, 4 tagi 400 dollar bo'lsa, kelishilgan holda yana ham arzonroq qilib xohlasalar ikkitalik ham qilib berishaver ekan mana. Hozir mana shu ko'p kunda ikkitalik-da? Ikkitalik albatta. Uy sharoitiga ham juda zo'r bo'ladi. Professional nihoyatda issiq, kuchli chiqarib beradi gaz. Bog'cha, ya'ni xususiy bog'chalarga mana shu narsalarni olishga taklif qilib qolaman. 100 dollardan xohlasa 6 ta kerak bo'lsa 600 dollar bo'ladi. 6 talik 600 dollargacha eng qimmat narxi bo'lishi 400 dollarga ham chiqadi 6 taliklar. Albatta o'zi sifatlar klientlarni o'zlarining tanloviga qarab. Agar uskunalarning qancha ko'p shu yerdan xarid qiladigan bo'lsalaring, boyagidek dastavkalari ham, dastavkalari, narx-navolari, skidkalar hammasi albatta o'zgarib boradi. Zo'r. Bu qanaqa liniyamiz bular? Qaranglar. Liniyamiz paketlarni olib beradi. Hozirgi kunda hammamiz biladigan sendvichlarni asosan xarid qilyapmiz. Sendvich aytaylik yoki hamburger, paketli narsalar ishlab chiqarish uchun og'zini yopib beradigan. Havo ichiga havo ham qo'shib beradi, behavo ham qilib beradi, utuk qilib beradigan lentali utuk apparat. Zo'r. Mayda mikserchalarimiz bor, tortchilarimiz uchun asosan. Tortchilar uchun, ha, bular. Necha puldan necha pulgacha? Asosan konditerchi opa-singillarimizga bu narsalar hozir aytaylik boshlang'ich narxi O'zbekiston bo'yicha 170 dollardan bo'lsa, bizlarda shuni 140 dollardan optimal taqdim qilyapmiz. 140 dollar akalar maslahat berganim nima? Ya'ni mana shu akalarimizni joyi, ya'ni Optim, o'zlari Pramoy, ya'ni Turkiya, Xitoydan olib kelishadi. Boyagidek olib sotarlarga ushlab qo'ymaysizlar, beg'ijolat mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mesarovkalarimiz, qassobxonalar, restoran, shashlikxonami, qassobxonami hammasiga bemalol to'g'ri keladigan universal variantda mesarovkalarimiz bor. Bularimiz qanday? Keling, 1 soatga qancha go'sht chiqarib beradi? 1 soatiga eng maydalarimiz 100 kilo, 150 kilogacha, kattalarimiz eng zo'rlari aytaylik soatiga 700 kilogacha go'sht chiqarib beradi. Mesarovkalarimiz bor. 1 soatiga. Kam bo'lishi mumkin. Endi qassobxona uchun qassob akalarimiz. Arra apparatlarimiz bor hozir. Go'shtni taraydigan spesialni bo'lar ekanda, to'g'rimi? Albatta, suylar, qo'l himoyalangan. Buni asosan qo'l bilan opasniy harakatlanuvchi suylar shunday itarib yuboriladi.
o'tkazib Suyakda yuboradi. ham kesaveradi bular. Suyak kesadigan apparatlar asosida muzlagan go'shtlarni tekis qilib shakl berib kesib beradigan apparat. Necha kundan necha kungacha bular? Narxlarimiz boshlanishi 3 million so'mdan boshlanadi. Aha. Narxlarimiz yo'g'i xudo xolasa 20 million so'mgacha bor. 20 milliongacha. Mana shu necha pul mana? Shaxsan shuni o'zi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi narxda skitkada 3 million 600 ming so'mdan 3 million 600 ming. Mana qilib beryapmiz. qaranglar. Xohlagan turdagi nimalarni topsalang bo'ladi. Uy sharoitiga ham ishlatsa bo'ladi. Uy sharoitiga ham uyda albatta produktlarni ishlatish uchun oshxona sharoitiga ham bor. Katta hajmdagilari ham bor. Qassobxonalar go'shtlarni chopishgacha ham bo'ladigan. Bo'ladi, yorilib sinib ketmaydi. Yo'q, yo'q. Ikkalagisi Qaranglar akalar. Xohlagan turdagi uskunalarni topsalang bo'ladi. Behijolat telefon qilaverasizlar akalar. Qozonlar deysizlarmi mana? Qozonlarimiz ham bor, ha? Har xil turdagilar. Har xil turda Bu qanaqa qozonimiz bu? Bular risavarkalar. Xitoy davlatida bu narsada ko'proq guruch qaynatishda foydalanishadi Xitoyda. Guruch qaynash. Bularimiz vok qozonlarimiz, gazlarni juda ham issiqlikda yaxshi ajratib beradigan vok qozonlar. Xitoycha lag'mon qovuradigan apparat. Uyg'ur lag'monlari shu bilan tayyorlashadi. Zo'r. Sherziddagi kattako'p rahmat Salomat bo'linglar, kelinglar xudo Xudo xolasa. xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Yana yangiliklarimiz ko'p xudo xolasa, tez kunlarda bor. Bizning kanaldan telefon qilsalar ham Sherziddagi o'zlari shiga bo'ladi. Bonus skidkalar bo'ladi. Albatta xudo xolasa. Gap bo'lishunga. Akalar video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, biz har doim mana shunaqa optim ishlab chiqaruvchi bizneslarimizni ko'rsatib boraveramiz. $100 puli bor, $2000 puli bor akalarimizga mana frezerlarimiz. Behijolat telefon qilaverasiz, dastavkalar ham kelishgan holda bo'ladi.